Aka, bu nima qilyapsiz? Yuzingni artib ol. Sasib yotishingni qara. Kechagi his kimida? Menga qara. Odam bo'lsang bo'lding. Bo'lmasa men sen bilan. Qayerda xato qildim dada? Nima asab bo'lib yuribsan? Akam asab qildi. Qizlar bilan yurma, ichgansan, uyga odam olib kelgansan. Kech kelasan, har xil gaplar. Menga qara. Hech qayerda ishlamasang, mashinangni kim olib bergan? Akam? Telefoningni-chi? Akam. Yurish-turishing, uyingni-chi kim qilib bergan? Akam. Qani edi, mana ham shunaqa akam bo'lganda edi. Boshimda ko'tarib yurgan bo'lardim. Akajon, non ko'rkangiz kechiring. Do'koningizda menga ham ish topiladimi? Bu nima deganing? Do'kon sendan aylansin. Otamdan qolgan erkatoyim.